Oyi, nima maktabga uyg'otmaysiz? Voy, bugun yakshanba-ku, o'g'lim. Bo'pti, erta-ertalab maktabga uyg'oting. Alo, Ko'rishib bo'ladimi? tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ko'chani boshidagi skameykadaman. Gapim bor edi. Xo'p, bo'pti. Bo'pti, oyi, men ketdim. Nima gap so'ra? Hech gap yo'q. Tinchlik. Shuning uchun chaqirdingmi meni? Keyin gaplashishga bahona topamiz. Qalaysan o'zing? Yaxshi. Yaxshiga o'xshamayapti-yu. Ko'nglim aynayapti. Tinchlikmi? Oley! Men sevmasligingga ishonmayman. Qanaqadir sabab bor. Shuning uchun mendan uzoqlashyapsan. Shirin. O'zingni qiynayvermagin. Men seni sevmayman. Iltimos. Meni tinch qo'y. Xo'p. Alo. Shirin, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima gap Samandar? Shirin, senga oldinroq aytishim kerak edi. Hammasi o'yin. Tushunmadim. Men seni yaxshi ko'raman. Rahmatjon sen bilan men birga bo'lishimiz uchun shunaqa o'yin qildi. Rahmatjon seni sevadi. Hammasini men uchun qildi.